Biz O'zbekistondagi yagona megapolis hisoblanmish Toshkent shahri qanday o'sib, o'zgarayotgani haqida ko'p gapiramiz. Ammo respublikamizning boshqa hududlari, viloyatlarida ham hayot qaynayapti. U yerda odamlar qanday kun kechirishadi va nimalar bilan band? Keling, aholi soni bo'yicha 2-chi, kattaligi bo'yicha esa mamlakatda 3-chi o'rinda turuvchi Namangan haqida so'z yuritamiz. Ijodiy guruhimiz O'zmilliy bank tomonidan tashkil etilgan press tur doirasida aynan ushbu shaharga tashrif buyurdi. Sayohatimiz albatta bankning mahalliy filiali faoliyati bilan tanishish jarayonidan start oldi. Muassasa Namangan viloyatining turli burchaklarida samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Jumladan Namangan, Uychi, Uchqo'rg'on va Chortoq tumanlarida bankning 4 ta filiali xizmat ko'rsatib kelayotgan bo'lsa, Qozonsoy, Chust va To'raqo'rg'on tumanlarida 3 ta bank xizmatlari markazlari aholiga sifatli bank xizmatlarini taqdim etmoqda. Xo'sh, bularning barchasi mahalliy aholiga qanday ko'mak bermoqda? Mazkur filiallar va BXMlar tomonidan ajratilgan kreditlar hisobidan Namangan viloyatida katta maydonlar, intensiv bog'lar, yirik sig'imli zamonaviy muzlatgichlar, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish markazlari, umumiy ovqatlanish maskanlari tashkil topdi. Umumiy ma'noda oxirgi 3 yilda viloyatimizda Milliy bank tomonidan 30 dan ortiq yirik ishlab chiqarish loyihalari moliyalashtirildi. Buning natijasida 1,5 mingdan ortiq yangi ish o'rinlar yaratildi. Mijozlar bazasiga kelsak, filial jami 26 mingga yaqin mijozlarga xizmat ko'rsatadi. Ulardan 14 mingtasi jismoniy, 12 mingga yaqin esa yuridik shaxslardir. Juda xalqimizga yaxshi xizmat qiladi, shu jumladan bizga ham mana So'robjon Noyobjon fermer, bog'dorchilik fermer xo'jaligini yuritaman. Mana bu yerga kelib qanaqa maslahat, qanaqa yordam kerak bo'lsa shulardan olaman. Bundan tashqari mana biz oilamizda ehtiyojlarimiz uchun kreditlar olamiz. Mana kreditlarimizni ham vaqtida to'lab olib ketyapmiz hozir. Shahar aholisi va mehmonlari uchun to'lov plastik kartochkalaridan foydalanish jarayonini yanada osonlashtirish maqsadida joylarda 21 ta bankomat, 18 ta infokiosk hamda 2253 ta savdo terminallari dislokatsiya qilingan. Bundan tashqari valyuta amaliyotlarida qulayliklar yaratish uchun shahar hududida 4 ta valyuta ayirboshlash shoxobchasi va 24/7 rejimida xizmat ko'rsatuvchi bitta avtomatlashtirilgan bankomat xizmat ko'rsatmoqda. Shuningdek, filialda zamonaviy innovatsion bank xizmatlari ko'rsatilishiga alohida ahamiyat qaratilgan. Buning natijasida masofadan boshqariladigan bank xizmatlaridan foydalanayotgan mijozlarning soni 21% ga yetdi.